Endi qishda uyingizda svet o'chmaydi do'stlar. Nima uchun deydigan bo'lsalar, hozir kunda nur katyoldan juda katta yangilik bo'ladi. Bir kundan boshlab turib 3 kungacha mabodo uylaringiz svet o'chib qoladigan bo'lsa, katyolni tok bilan ta'minlab beradigan o'zining maxsus qora qutisi deyishar ekan do'stlar. Bu yangiligimiz 2026-yilda yangilik hisoblanadi do'stlar. 2026-yilning 10-yanvarigacha mana shu yerda ko'rib turgan barcha katyollarga $111 chegirma e'lon qilishgan. Farqi yo'q, necha paytdan sotib oladigan bo'lsa, narxini chegirmani hada qilib berishadi do'stlar. Buni zo'r tomoni do'stlar, hamma yo'g'i ichida bo'ladi, GPS hamma narsasi mana shuni ichida bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz do'stlar, mana bu yerda do'stlar karbonligi bo'ladi. Xohlasangiz buni karbonli, xohlasangiz do'stlar ichida ham karbonlisini qilib berishaveradi do'stlar. Yana bitta zo'r tomoni do'stlar, bunaqangi o'zini aqlli miyasi bo'ladi. Buni mana shu miya orqali xohlasangiz reduktorni xohlasangiz ventilator любой narsasi mana shuni o'zidan regulировка qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi favqulodda holatda buzilib qoladigan bo'lsa, endi Samarqanddan olasizmi, Buxorodan olasizmi, qizig'i yo'q, Cheers onlayn orqali tuzatib berishaveradi do'stlar. Kimga shunaqa nur katyollardan sifatlidan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomeriga aloqaga chiqaversa, bularni 8 xil pozitsiyasi bo'ladi. Bemalol telefonda soqqani bosib olsangiz, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi.